Sadriddin Ayni. Asl ismi Sadriddin Said Murodzoda. Tojik va o'zbek sovet yozuvchisi, shoir, davlat va jamoat arbobi. Sovet davridagi tojik adabiyoti asoschisi. Tojik va o'zbek tillarida ijod qilgan. 1951-1954 yillarda Tojikiston Fanlar akademiyasining birinchi prezidenti. 1943 yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasi faxriy a'zosi. 1940 yilda Tojikistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi. 1948 yilda filologiya fanlari doktori. 1950 yilda professor unvoniga sazovor bo'lgan. Tojikiston qahramoni unvoni sohibi, qator sobiq Sovet Sotsial Respublika orden va medallari sohibi. 2001 yilda o'zining beqiyos iste'dodi, o'lmas ijodiy merosi bilan o'zbek milliy madaniyati rivojiga hissa qo'shgani uchun O'zbekiston Respublikasining buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan. Sadriddin Said Murodzoda 1878 yilning 15-aprel kuni Buxoro amirligining Saqtarey qishlog'ida tojik oilasida tug'ilgan. Uning o'g'li Ayni Kamol taniqli jurnalist. Otasi Said Murodxo'ja dehqonchilik bilan shug'ullangan bo'lsa-da, o'zi savodli bo'lgani uchun farzandlarini bilimli qilishga intilgan. Shuning uchun o'g'li Sadriddin Aynini 6 yoshida o'z qishlog'i madrasasiga yuboradi. Ayni eski maktab qissasida o'sha madrasada o'qiganini ta'riflab beradi. 1884-1887 yillarda eski maktabda o'qigan. 1889 yilda Buxoro va uning atrofini qamrab olgan vabo uni 40 kun ichida otasidan ham, onasidan ham ajratdi. Ayni 12 yoshida Buxoroga keladi. Ayni kabi kambag'allarning Buxoro madrasalarida o'qishi juda qiyin edi. Ammo o'zining g'ayrati, ilm talabasi bo'lgani tufayli hayot va o'qishning barcha qiyinchiliklarini yengib, 16 yil Buxoro madrasalarida tahsil olgan. 1890-91 yillarda Buxorodagi Mir Arab, 1892-93 yilda Olimxon, 1894-96 yilda Badalbek, 1896-1899 da Hoji Zohid va 1899-1900 yillarda Ko'kaldosh madrasalarida tahsil olgan. Dastlab sifli, muhtojiy taxalluslarida 1896 yildan Sadriddin Said Murodxo'ja Ayni adabiy taxallusi bilan mustaqil she'rlar yoza boshlaydi. Ahmad Donash va Ozarbayjon yozuvchisi Hoji Marog'iyning hamda jadid ma'rifatparvarlarining asarlari uning dunyoqarashiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Buxoroda yangi usuldagi maktablar ochadi. Ular uchun o'quv qo'llanmalar, ommani ilm ma'rifatga chaqiruvchi she'r va hikoyalardan iborat yoshlar tarbiyasi darsligini tuzadi. Yosh buxoroliklar harakatida faol qatnashadi. Bunday xayrli ishlar Amir Olimxonga yoqmasdi. Shu sababli u o'qituvchini qamoqqa tashlab 75 darra urush to'g'risida qaror chiqaradi. Sadriddin Ayni kasalxonada 52 kun davolangach Samarqandga ko'chib ketadi. Keyinchalik Olimxon amirlikka qarshi kurashuvchilarni qo'llab, Sovet ittifoqi bilan til biriktirgan degan ayb bilan Sadriddin Aynining ukalari Sirojiddin va Muhiddin Xojani vahshiylarcha o'ldirtiradi. Bu voqealardan so'ng Ayni qalami o'tkirlashib, amirlik tuzumini o'z maqolalari, risolalari, tarixiy badiiy asarlarida ko'rsatishga harakat qiladi. 1918 yildan xalq ta'limi tizimida va birinchi tojik o'zbek inqilobiy matbuotida ishlagan. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil etilgandan keyin 1920 yilda bir muddat konsullikda, so'ngra uning xo'jalik idorasida xizmat qilgan. 1926 yildan Tojikiston davlat nashriyotida maslahatchi, adabiy muharrir bo'lib ishlagan. 1934 yilda Sovet yozuvchilarining birinchi butun ittifoq qurultoyida qatnashib, sobiq Sovet Sotsial Respublika yozuvchilar uyushmasi boshqaruvi a'zoligiga saylangan. Fan sohasida unga filologiya fanlari doktori ilmiy darajasi berilgan va O'zbekiston sobiq Sovet Sotsial Respublika Fanlar akademiyasining faxriy akademigi unvonini olgan.
Sadriddin Ayni 1954-yili 15-iyulda Dushanbe shahrida vafot etadi. Hozir Dushanbedagi joylashgan Ayni maqbarasi ziyoratgoh hisoblanadi. Bu joy hozir Sadriddin Ayni istirohat bog'i deb nomlanadi.